Qon ichidagi bovoq. 1-qism. Barin inqilobining 20 yilligini xotirlab yozilgan. Bizga singdirilgan mafkuri tufayli shundoq bir xil keskin ishonch va ya qarashga kelganmizki, ayol, yosh qari, bovoq yoki uy hayvonlarini ayirib o'ltirmasdan qari qo'yuq etaverishdan iborat vahshiylik faqat Yapon bosqinchilarga, jahongirlarga va faşistlarga xos tabiat bo'lib, buni ozodlik armiya nomi bilan birlashtirib ko'rishni tasavvur qilolmaydik. Jang Juntavning advokati deganlaridan. Jang Juntav Barin inqilobini bostirishga qatnashgan sobiq Xitoy askari bo'lib, keyin Amerikaga sig'ingan. Xitoylarda kam bo'layotgani vijdon va adolat tuyg'usi. Jang Juntavning advokatining so'zi. Ha, keldinmi? Allah qabul qilsin, dedi ayol Xubtadan qaytib kelgan eri eshikdan kirishgila. Mahat qari, bu kecha biror ish bo'lgandekla, tinch o'tib ketar ha? deb so'radi arqidillah. Talada hech qanday untivish yo'q edi. Bu jumliq normal zamonlarda mana shundaqmidi yoki kishilar bo'lg'isi buyuk bir g'avg'on kutayotganda mana shundaq tuyulamdi. Bilib bo'lg'ili bo'lmaydi. Ish qilib bu jumliq shunchalik yurakni siqatdiki, undan ko'ra olamni ma'lum qilib o'tgudek güldürmamı güldürleyen bolsa degisi keletdi insondan. Tehi baharının başları bolğaçqa, köllerde paqalarının kuruldaştırımı, çeketkilerinin çırıldaştırımı anlanmaydı. Bu hal, bu cimcit geçin tehi mükemmelleştirip, kişini korkut giderek sürlük qılıp etken idi. Mori beşide is çıkarıp inip durgan cinçirak, öyünü bek uva yorutqaçqa, sırttan kirgen adamı dermehel birnemi görünmeydi. Mahat qari, şoğlaşqı derhal cevap vermedimu, yoki deydiganlarni obdarroq o'yin olmoqchi bo'ldimu, aytavur eshikdili turib, 1-2 minutcha g'uva qarong'ulik kichikkina uyning bulung puchqoqlariga qarab turdi. Keyin asta sup tarafga siljib, "Alloh biladi, Alloh", dedi Mahat qari cho'nqir hasrat yoshiringan ovozda. "Saddi senda, Zebixon, saddi sen. Zeydin qarimning deganlarini unutdingmi? Shu Xitoylar yurtimizda bo'lgan muddatda biz haq tinchlik bo'lmaydi demaganmidi?" Cinçiraqning yo'riqida ularning har ikkisini tuzukroq ko'rishga imkon yo'q edi. Faqat ovozlardagi yosh er-xotinlar ekanligini ilg'i qilg'ili bo'ladi. Uymu chiroqning isi yoki hamishamki samon o'tining tutunlaridan qarilab ketgandek, to'risdagi vasi bo'rlari qarilab ketgan, istin hosil bo'ladigan qaritor har yerda esilib turadi. Uy pakar shu deganlikning chalmasida qo'pirilgan tomdan iborat edi. Har narsadan namratçılıqның iznası manaman deb bilinib turadi. Angacha temtim mang'an o'g'li supini tutib mengib kelib, dadisining pochiqiga esildi. Mahat qari bolni qo'liga oldi. Ondan supiga avaylab qana o'ltirib, o'g'lini tizlari ustiga dastib turib, bag'riga chang bosdi. Shu bir necha eg'iz so'zdan keyin arig'i cho'kkan jimliqni bolning o'ziga xos tushunik stilda bir nimalarni deyishini buzib turadi. Ammo Mahat qari bularni anglamaydi. Onun yürükini alnını mevcut durardı. Xiyalları qalaymakan, tertipsiz oylar kallısını çoğuluq olgan idi. Balanın küçünüp tipirlişi ve narazılık hesap qilishga bo'lgan varqıcışı bilenla andın balını bağırğı basqanda məhkəngə sıqıb etkinini bildi. Bu, məhkəm qucaqlaşda atılıq söygüs üstün keletdi mi, yoki qorquş hissi mi bilib bo'lg'ili bo'lmaydi. Aşı buduruq kichikkina canının nima bo'lishi haqidagi qo'rqinchli xiyol ustunlikdimidi yoki ashu sun'iy va ansiz jimliqning sababchisi bo'lgan hodisalarga ko'ngil bo'lish tuyg'usi ustunlikdimidi buni ilg'i qilish tez edi. U Mahat qari deyilsa-mu, amaliyotda qari emas edi. Uni qari qilish dadisining orzusi edi. Afsuski, uning o'qish yillaridan bakmi qattiq cheklangan zamonlar bo'lg'achqa, qari bo'lmoq tugul namoz o'quvdek imkoni qolmagan kishilardan kim onunğa ders berishga petinsin? U kichik chog'dala dadisi nahiya bozorida shahid bo'ldi. Bu yurtda azaldan shahid oilalari qadrlanadi. Gerçi komünist Xitoylar o'tmishdagi Xitoylardan vahshiy, o'lganlar uchun hayotlardan, o'lganlarning ballardan hisob oladigan darajada shumpan bo'lsa-mu, shahidlarni xalq dushmani, vatan sotquch, buzuq unsur deb qaralab, xalqqa yomon ko'rsatishga tirishsa-mu, qani pokiz bu yezi xalqi yani şehitlerini beşini götüretti. Şuna kiçik yetim kalgan Mahat qari yurtning balası olup köpnün köyünüş aslında özdi. Mektepte çalıp pula okudu. Xat savadı çıqqandek mi boldu. Ama
Bu çağlarda onun okugunu Xitaylar çıkarıp bergen yangi ilipba bolğaçqa keyin yana savatsız bolup qalgan edi. Siyaset bir az yaxşılandı deyilgen yıllardan keyin u işten keyin keşleri qarilarga berip bir az Kur'an savadını çıkardı. Yakınki yıllardan beri Zeydin qarının yürekni lerzegi saldıgan menziriga herismen bolup er-xotun ikkileylen sadık murlarga aylandı. Dinni xeyli tüzük düşünüp qaldı. İtiqadı ruslandı. Allah'ның bunçilik hidayetke eriştirgeni üçün şükranları hesapsız edi. İlgiriki gafletlik günleriga nispeten köngli yorugan, nimişq ibadet qıldıganligini bilip qılıdan bolgan edi. Zeydin qarının sahabeler haqqidagi ta'sirlik hikoyalardan yürekli lerzik kelgen yaş er-xotunlar jimiki ümit arzularini mücessemleyen halda tunji perzenti tug'ilishi hamon maslahatlashib olgandekla uning Xolid degan ismni qo'yishni muvaffaq topgan edi. Balkim ular o'g'lining ashu yangilmas islom sarkardasi Xolid ibn Validga o'xshash yurtning beshi, azodlik qo'shinimizning sardori bo'lishini umid qilishgandir. Zeydin qarimo uning ixlosmandligini, jafoga chidamliqligini yoqtirib qolg'achqa xeyli muhim ishlarga uni buyurdi. Zeydin Yusuf siyosiy eng kuchlik vazirni boshlig'i bir yildan oshgan eng yaqinlari ichida jiddiy qo'zg'olon hozirligi va plan ustida ishlamoqda edi. Mahmud qari mana shu ishlarning ichida bo'lganidan faxrlanadi. Uni Qashqarga bomba uchun cho'yindan qapoq shakllik narsalarni qo'ydirish, elib kelishga buyurganda, umu ustozning jamoat fondini asrash ruhini do'rab, Qashqarga piyoda berib, piyoda kelgan. Hatto ko'tarilmagidek yuk bo'lmasa-da, yenikirak yuklarni ko'tarib piyoda yurgan edi. Keyin ishonchlik oilalarda poruq uchun sho'ri ayrishish ilib berilganda Mahmud qari va ayoli eng avval o'zlarini ma'lum qilishdi. Ishdan kelib, kechilar chirimdan qaynatib sho'ri ayridi. Sho'ri poruqning eng asosli moddasi edi. Ammo ular buning zodi qandoq narsa ekanligini bilmaydi. Faqat peshqadam o'quvchilar o'ziga lozimli o'qlarini o'zi yasaydigan bo'lg'achqa qadimdan kelayotgan bir retsep bor edi. Retsepga ko'ra yulg'un tuviga tushgan chirimdan toplanib qozonni qaynatiladi. Yoki qo'yning qig'ini ketmanda yo'g'on qo'mirganda osti qavatlarida oq chechaklangan yerlari bo'ladi. Mana shu oq narsalar to'plansin bo'ladi. Ondan axlat chavri suzib etilib, ostidagi laymi ayirib etilib, suv davomli qaynatilsa, oq kristal hosil bo'ladi. Mushuni sho'ri yoki sho'r deb ataydi. Ondan buni tarsha gugut yasaydiganlar ishlatadigan gungurt bilan yog'och kepikka aralashtirsa, poruq bo'ladi. Ular buning ichki qonuniyatni bilmasimi, burunqilardan qolgan odat bo'yicha ishlaydi. Har oqshimi bir qozon qaynatib turadi. O'tin qis edi. Saman, ko'tichak degandek TV yo'q, yiqilg'ular bilan bir qozon qaynatib, kristal tuttirmoq oson emas edi. Ammo ularning hammasini Alloh rizosi uchun deb qiladi.